odamning qadri, odamning ulug'vorligi uning zotga bo'lgan hirsi bilan belgilanmaydi. Bo'ldi halol degan zotni olasan. Masqarabozlikni yig'ishtirasan. Urush janjalda shundaygina oyog'ing yerga tegmay chiqib ketasan. Halol degan zotni olasan. Yana bir necha kundan keyin inshaalloh oylarning sayidi Ramazon oyi kirib kelyapti. Xudoy taolo bugun bizni mana shu soyga to'pladimi? Ertaga to'plamasligi ham mumkin. Bitta yarimtadan ginang, urush janjaling, hattoki orqasidan qilgan g'iybating bo'lsa ham shu bugun uzr so'rab qo'y. Birodar, bir joyda seni g'iybatingni qildim, gunohkor bo'ldim, meni kechir degan, inshaalloh tutgan ro'zang ijobat bo'ladi. Shuning uchun ko'plarning qoidasi shunday, halol degan zot bekovulning gapi bilan yechim bo'ladi. Muhokama qilma. Keyin tilamchilar guruhi. Tilamchilik qilmaysan. Tilamchilik kambag'allikka qo'yilgan birinchi qadam. Agar shuni bo'yni olsang, kelaver men oldimga. Meniki nima bo'ldi? Meniki nima bo'ldi? Seniki bo'lganda men halol derdim. Bo'lmadimi joyiga? Shuning uchun Xudoy taolo bizni banda qilib yaratdi. Qancha ne'matlar bilan siyladi. Otga mindirib qo'ydi. Qara, oramizda bironta xotin bormi ot mingan? Shunday ekan, erkak bu nafsingni ham erkak qilib qo'y. O'zing erkak, nafsing xotinni nafsi bo'lib qolgan. Ayrimingda. Shuning uchun mana maydonga baholi qudrat nima bo'lsa taylaymiz. Halol degandan keyin chekagir ushlama. Halol deguncha ushla. Halol degandan keyin bekovulni belavs qilma. Mana bu narsani xohla qulog'ingga quyib, xohla internetingga chiqarib, xohla o'zingni nimangga shior qilib. Buni halol degandan keyin 50 ta ishlasang ham birinchi halol aytilgan odam zotini oladi. Chekagir 1 metr uzib taylab qo'lingni ko'tarma. Qo'lingni ko'tarib o'tirma. Agar ussang 20 metr, 30 metr uz hamma ko'rsin. Shuning uchun yana kamchilik bo'lsa, yana gap so'z bo'lsa, yana aytamiz, chavog'on yana bitta narsa joyimiz sal tangroq. Eng ulug'i bu davrada tuya bilan ot emas. Ayrim bir insonning bolasi millionta tuyaga alishmaydi. Odamni ustiga kelganda takani taylayver. Sening odamgarchiliging o'sha yerda namoyon bo'ladi. Taylayver. Odamni ustiga haydab, odamlarni maydalab, bitta qo'tir echki hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun shunga to'y inshaalloh sog' salomat o'tishlik uchun qo'l ochib bir duo qilamiz. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigora, 99 ismi sifating bor. O'zing yakka yagona Allohsan. Shu bugungi kunlarni parishon qilma. Shu bugungi to'yga sababchi bo'lib turgan go'daklarning umrini uzoq qilgin. Rizqini butun qilgin. Ortidan el yurt qaraydigan, elning koriga yaraydigan solih insonlar qilib vaqt voyaga yetkazgin. She'rda qo'l ochib men ham chavog'onman degan yigitlarni Xudoy taolo yuzini yorug' qilgin. Parvardigor safarni bexatar qilgin. Taqdir bu Allohdan. Falonchi bordi-yu ayirolmadi deb o'zingdan xafa bo'lma. Allohning hukmi bilan senga nima taqdir qilishligi o'sha nasib qiladi. Shuning uchun xafa bo'lma. Hammanga sog' kelib sog' ketishlik eng buyuk ne'mat nasib etsin. Mana shu soylarga, bundan-da katta to'ylarga barchamiz ishtirok etishimizni Alloh nasib aylasin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rahmatka. Takani taylab chiqdi. Xudoy yo'liga bir shorsarga, bir kilom, bir adyol 777 ming so'm pagar hayda. Ben qayib boraman. Hayda. Xudoy yo'liga bir shorsarga, bir adyol,
bir holigilam 777 ming puli bor. Hayda choyxonlar. Hayda. Tanlanat ayırdı. Bastır takan. Ana şunday uçsan halal bular. Bastırıp dur, hani zat aytganim yok. Taka yergami? Qosimov Shavkat akasının nomidan bir adyol $100 var hayda. Hayda. Qosimov Shavkat akasının nomidan bir adyol $100 var alıverasa. Ayirgan choyxon chiptani olib keling o'zingiz. O taka bekar, taka bekar. Taka bekar. Ey şu oxirat ayirdi taka bekar. Bekar loyga bormi? Xudo yo'liga qo'yilgan bir chorsarka, bir holigilam, bir adyol 777 mingda Sharg'omdan Dilshod Choyxon o'g'li Baxshod Choyxon erdi. Chor muxlis qarsakdi. Hop, amaksi rahmatli Faxriddin Hojiboyni patron degan ot bilan erdi. Hasad chalib qo'yinglar ey muxlislar. Bir adyol $100'da Sangardag'dan Asliddin Choyxon, Dashtoboddan Tolibakani Samray degan ot bilan erdi.